Sizlarga qaysi mashina qiziq, kommentariyada yozib qoldiringlar. BYDmi, Leapmotormi, Dongfengmi, mana shu kalat narxi berishga harakat qilaman. Ishingiz o'xshasa, haqqimizga duo qilib qo'ysanglar bo'ladi akalar. Sababi hech kimda savdo yo'q, hamma pul yechib olishga harakat qilyapti. Menda bitta dona Denza bor, $81,000 qilib beraman. Qolgan mashinalar BYD Champion mashinasi $29,600 akalar. Bonusiga podnomer qo'shib beraman. Xo'p, Leapmotor C16 $34,000 akalar. 6 o'rindiqli enfuli massaj xaldalikli varianti. Dongfeng mashinasi $31,800 akalar. Naqd pul bilan kelasizlar, ertalab obitdan keyin mashina olib ketasizlar, iloyim tinchlik bo'lib tursa. Xo'p, ikkinchi mashinasi o'sha Trenddagi BYD Scion 06 mashinasi akalar. Oq ko'zib, qora salon, nardi grey, mokri asfalt hamma rangidan bor. Necha pul qilib beryapsizlar? Adashmasam eng arzon narxni $29,800 ko'rgansizlar. $29,440 narx beramiz akalar. Har bittasida podnomer Jahon Motorsdan bonus. Mashina olinglar, haqqimizga duo qilib qo'yinglar va kommentariyada fikringizni bildirib qoldiringlar. Bundan ham arzon narx ko'rdinglarmi yo'qmi? Va videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan yaqinlarga borib qo'yamiz. Faqatgina yaqinlarga. Jahon Motors yaxshi kunlarda xizmatda sog' bo'linglar.